Assalomu alaykum, qadrli kitobxonlar. Kitob insoniyat va jamiyat madaniyatining ajralmas bir qismi bo'lib, insoniyat taraqqiyotining hamma davrlarida kishilarni tarbiyalash, ularning aqliy rivojlanish vositasi bo'lib keldi. Kitob barcha sohaga oid bilimlarni to'plash, saqlash usuli sifatida ijtimoiy ishlab chiqarishni rivojlantirish, barcha ma'lumotlarning almashinuvida va taraqqiyotida katta ahamiyatga ega bo'ldi. Insoniyat tafakkurining rivojlanishida kitob va yozuv doimo hamroh bo'lgan. Ba'zi madaniyat va ma'rifat shakllari og'zaki aloqa munosabatlariga asoslangan bo'lsa-da, yozuv paydo bo'lgandangina hozirgi kunga qadar yetib keldi va voqelikka aylandi. Samarqand viloyat kutubxonasi 1911-yilda tashkil topgan bo'lib, avval kutubxona muzey bilan bir binoda joylashgan. Dastlabki kitob fondi turli adabiyotlarning atigi 2000 nusxasini tashkil etgan. 1937-yilda buyuk rus shoiri Aleksandr Sergeyevich Pushkin vafotining 100 yilligiga munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi hukumatining qarori bilan kutubxonaga Aleksandr Sergeyevich Pushkin nomi, davlat kutubxonasi nomi berilgan. 1960-yilga kelib, kutubxona fondi turli bilim sohalar bo'yicha 150 mingdan ortiq edi. Butun jahon hamjamiyati 1970-yilda shahar yodgorligining 2,5 yilligi nishonlangan ushbu yubileyda obyektlardan biri Samarqandning eng go'zal go'shasi universitet xiyobonida joylashgan binoda tashkil topgan. Hozirgi vaqtda Pushkin nomidagi Samarqand viloyat universal ilmiy kutubxona mintaqada axborot kutubxona texnologiyalarini demaklashtirish va isloh qilish jarayonlarini ta'minlash markazi hisoblanadi. 1919-yilda Samarqand viloyat hokimining tashabbusi bilan kutubxona qayta rekonstruksiyadan chiqarilib, 2020-yilda foydalanuvchilarga foydalanish uchun zamonaviy jihozlar berildi. Bugungi kunda Pushkin nomidagi Samarqand viloyat axborot kutubxona markazi O'zbekistonda yetakchi kutubxonalardan biri hisoblanadi. Axborot kutubxona markazida kutubxonalarga xizmat ko'rsatuvchi 14 ta tarkibiy qism, 7 ta xizmat, 7 ta sektor faoliyat yuritadi. Viloyat axborot kutubxona markazining jami umumiy fondi 646.912 nusxani tashkil etdi. 700 mingga yaqin bugungi kunda fondimiz mavjud. 2024-yil davomida kutubxona fondi jami 3000 nusxa axborot kutubxona resurslari bilan to'ldirildi. Axborot kutubxona markazida nodir adabiyotlar fondi bo'lib, umumiy fondi 9509 ta, gazetalar 16 ta, jurnallar 1963 ta, kitoblar 7546 ta, xorijiy tilda 349 ta, arab tilidagi kitoblarimiz 47 ta, 5 ta qo'lyozmalar saqlanib kelinmoqda. Foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatishda kutubxona ro'yxatidan o'tgan foydalanuvchilarning jami soni bugungi kunga qadar 31270 nafarni tashkil etadi. 2024-yilda yangi a'zo bo'lganlar foydalanuvchilar 7000 dan oshadi. 2024-yil davomida foydalanuvchilarning jami tashrifi 1,51 marotabani tashkil etgan. 2024-yil davomida foydalanuvchilarga kitob berilishi esa 1,830,000 nusxani tashkil qildi. 2024-yil davomida jami 88 ta tashkilot bilan ekskursiyalar tashkil etilgan. Shuningdek, 352 ta ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, bundan tashqari O'zbekistonning muhim va unutilmas sanalariga bag'ishlangan mavzuli va shaxsga oid ko'rgazmalar 106 ta, Book Trailer 14 ta, Booktuber 8 ta, Bookslam 9 ta, virtual ko'rgazmalar 15 tani, videoroliklar esa 105 tani tashkil etadi. Mahalliy tashkilot va muassasalar bilan tuzilgan hamkorlik kelishuvlar va memorandumlar 5 tani. Yil davomida 12 ta seminar treninglar tashkil etilib, 4 ta metodik qo'llanma ishlab chiqilgan va foydalanuvchilarga taqdim etilgan. Shuningdek, yil davomida 12 ta loyiha amalga oshirilib, kitobxonlik targ'ibotlari amalga oshirilgan. Respublika hamda mahalliy ommaviy axborot vositalari hamkorlikda 48 ta tadbirlar yoritilgan hamda 56 ta tashkilot bilan ko'chma kutubxonalar hamda ma'naviy ma'rifiy ishlarni yo'lga qo'yish bo'yicha shartnomalar imzolangan. Bugungi berilayotgan ma'lumotlarimizda yana shuni aytib o'tishimiz kerakki, O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori ostida bo'lib o'tayotgan 5-Respublika kitobxonlik haftaligi haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. 21-27 aprel kunlari Pushkin nomidagi Samarqand viloyat axborot kutubxona markazida O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori
ostida 5-Respublika kitobxonlik haftaligi hamda kitobxonlikni targ'ib qilishga qaratilgan bir qator tadbirlar rejalashtirilgan. Haftalikdan maqsad kitobga bo'lgan muhabbatni uyg'otish, mutolaa madaniyatini shakllantirish, kitob orqali insonlarning fikrlash qobiliyati va jamiyatdagi faollikni oshirish, milliy ma'naviy qadriyatlarni shakllantirish va targ'ib qilish, yozuvchilar va kitobxonlar o'rtasida muloqotlarni kuchaytirish hisoblanadi. Haftalik davomida kitobxon oilalar o'rtasida ko'rik-tanlovlar, taqdimotlar, rasmlar ko'rgazmalari, master-klass hamda tuman shahar faollari bilan davra suhbatlari, badiiy adabiy kechalar, ekskursiyalar, muvaffaqiyatli ayollar bilan uchrashuvlar, intellektual o'yinlar, kitob sovg'a qilaman aksiyalari bo'lib o'tadi. Xuddi shunday dasturlar viloyatimizning barcha va tuman shahar axborot kutubxona markazlarida bo'lib o'tadi. Xulosa qilib aytganda, Pushkin nomidagi Samarqand viloyat axborot kutubxona markazi xalqimizga ilm, ma'rifat tarqatishda, yoshlarning intellektual rivojlanishida, kitobga bo'lgan muhabbatini uyg'otishda faol ishtirok etishdan iboratdir. Kelgusida kutubxona faoliyatini yanada takomillashtirish, raqamli xizmatlar ko'lamini kengaytirish, xalqaro hamkorlikni mustahkamlash orqali markazni yangi bosqichga olib chiqish rejalashtirilgan. Hammalaringizni ushbu kitobxonlik haftaligida faol qatnashishlaringizga chorlab qolamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.